Bugün tarih yazıldı, yürekler mi boldu? Maydonda porladı Özbekistan namı. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, Sizga sharaf, sizga hurmat bugün. bayrog'ing hilpirar osmonlar uzra. Har yurak uradi sen bilan birga. Bu g'alaba mehnat, bu g'alaba kuch. O'zbekiston endi yanada ulug'. Bir xalq, bir ovoz, Bir orzu bor, dünya eshitsin. biz kuchlimiz. Haydi O'zbekiston, oldinga yur. G'alaba sen bilan To'xta yo'q, yuraklarda olov, ko'zlarda nur. sen bizning faxrimiz. O'zbekiston. Hey! Assalomu alaykum muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ko'rdingizmi, sizni ham poyqadamingiz bilan bugun tarixiy g'alaba bilan mana shu qadrli farzandlarim O'zbekiston o'tiribdi milliy manzilda. jamoasi. Hammasi chetda sizni tabriklashyapti, chunki bu g'alabada sizni hissangiz katta. Biz juda faxrlanyapmiz shunaqa prezidentimiz borligidan va bu g'alabada butun siz boshligida butun xalqimizni tabriklaymiz va hammamizni g'alabamiz. O'shaning uchun bolalar ham hammasi chetda eshitib turibdi sizni. G'alaba sen bilan To'xta yo'q, yuraklarda olov, ko'zlarda nur. sen bizning faxrimiz. O'zbekiston. Bugün boshlanish, ertaga tarix. O'zbekiston sen yengilmas kuch. Haydi, haydi, oldinga yur. Chempionlik sari yo'l ochiq. Hammaga hech shubhasiz mana shu bu tarixda milliy sportimiz sovlanmasiga oltin harflar bilan bitiladigan bunday yorqin natija yurtimizdagi millionlab futbol muxlislari, butun 38 million xalqimiz tika turib 7dan 70 gacha ko'rdi. Mana shu munavvar oqshomda, qutlug' zafar ayyomida ko'p millatli butun O'zbekiston xalqi sizlar bilan faxrli ravishda faxrlanmoqda desak, haqiqatni aytgan bo'laman.